Bu poliklinika ko'p tarmoqlar markaziy poliklinikasi deb aytiladi. Lekin ichkariga odamlar mana 8 dan beri o'tiribdi. Hech qanaqa konditsioner yo'q, ichishga suv yo'q. Suv ichgisi kelsa chiqib ichasiz. Ko'chaga, magazinlardan chiqib ichasiz. Mana qariyalar o'tiradi. Bir boiler yo'q. Konditsioner yo'q. Mana shunaqa ahvolda odam ko'p. Bu birinchi etaj. Ikkinchi etajlardan bor. Hech qanaqa boiler, hech qanaqa konditsioner yo'q mana. Odamlar uchun. Bu anaqa registraturasi, ro'yxat anaqasi. Neylik gradusini bilmayman. Birinchi etajda hali odam kamroq. Assalomu alaykum. Anaqa, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Poliklinikada kirganda boiler turish kerakmi suv? Odamlar kelib ichish uchun. Konditsioner bo'lish kerak. Sizlar shunaqa anaqasida? Biz ham doktorga chiqqanmiz. Qariyalarning kelishiga qanaqa chiqadi? Bir lifti bo'lmasa, bir sharoit bo'lmasa, o'sha vazirlikda o'tirgan aqllilar, o'ta aqllilar. Qariyalar uchun birinchi etajdan doktorlarga qabul qilgan joy qilinmaydi. O'shalar yerda qaraydi, bizdan oshib bizga kiradi. Qanaqa qaysi mana politsiyaga bormay, qaysi poliklinikaga bormay, sog'liqni saqlash vazirligi bormi, sabezlar bormi, hamma joyda qariyalar tepaga qanaqa chiqadi? Hammasi tepaga joy qilib qo'ygan. Ben hayran qolaman. Shular saviyasi yetmaydi, shunga aqli yetmaydi shular. Yo'q, farosati yo'q bular. Yo'q, farosati yo'q. Qanaqasi bunda fikrlar ko'ring, kirdik mana. Jamuzatda ikkita suv to'g'ri qilib kirib yotsa, suv ichida suv ichish kerakmi? Chunki men o'zim ham hozir ko'chaga chiqdim suv ichish uchun. Ertalab 8 dan beri o'tiraman. Binoni qurdi. Soat bizada hozir necha bo'ldi? Kim aytadi? Soat necha bo'ldi hozir? Men prosta aytsam yolg'on bo'lgan bo'ladi, chunki ertalab 8 dan beri mana shu yerdaman. Hozir necha bo'ldi? O'sha 47 minut o'tibdi. Necha? 11:47. Mana shuncha soatdan beri o'tiramiz. Endi masalan, har qanaqasiga mana endi qarang qizilligini. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. O'rtaga yozib qo'ygan sharaflarimiz bormi? Mehrimiz shu vatan, shu xalq uchun. Qani, poliklinika bansiga yozsangiz, paxta bilan spirtdan boshqa dori-darmoni yo'q. Chunki Amerika kirsangiz masalan, bir narsasi palonasi pisonasi qilsangiz qilib qo'yamiz. Ham tez yordam degan narsa. Birinchi yordam ko'rsatishlar qilamiz masalan. Mana bu yerda televizorda xalq eshitib o'tiradi. Falon million pul ajratib sog'liqni saqlashga qayerga ketyapti? Baraka topib kichkina qorinboylarning qoniga ketyapti, shunchaga ketyapti. Xalqqa nima yetkazadi? Hech narsa yetkazadi. Xalqqa hech narsa yetkazayotgan. Qachon xalqparvarlik bo'ladi? Bular o'zi qachon to'yadi? Meni xalq ham o'ylasin-da. Bular endi biz tasavvur qilamiz, bizlar vaqtida shashilib qarab ketyapti mana masalan, bular teshi zulm. Ichuradi ko'tdan chiqadi, to'ymas balosi. Da. Odam degan unaqa bo'lmaydi, erta oxiratni ham o'ylash kerak. Erta inson boradan yaqin savol javob qo'yadi. Qanaqa luqma yesa, hatto yegan luqmasi uchun, hatto qilgan ishi uchun javob beradi. To'g'ri. Aslida shu odam ham pensiya, mana ham pensiyami? Pensiyaga yashaymiz. Har oyda masalan pensiyani olishimiz bilan issiq suv, sovuq suv, kamidani hammasini to'laymiz. Endi Alisher Qodirov o'tirib olib, o'zi bir jibri-jibon bola. To'g'ri 48 bo'lishga aqli yetmaydi. Prezident pinjiga kirib olib, pensiyani qirqishlar dedi. Bitta endi qolgan narsa shu pensiyani qirqish qoldi endi. Shuni ham qirqishsa ko'yniga joyi tusharmikan. Hali bu odam qarg'ish yo'qda o'z pensiya yoshiga kiradimi, kirmay hali javorini yo'q ketadi, buni Alloh biladi. Inshaalloh. Endi kechagina qarang, men kulgilikda men ikkita institut bitirganman. Prezident akademiyasini bitirganman. 38 yil davlat ishlaganman. 30 yil rahbar bo'lganman. Men ham deputat bo'lganman masalan. Hayotda ko'p narsa ko'rdik. Men bir narsa achinamanda, kechagina qonun qabul qilinyapti. Nechta to'g'i bo'lsa, nechta buzog'i bo'lsa, nechta qo'yi bo'lsa, nechta echkisi bo'lsa, nechta quyoni bo'lsa, bularni registratsiya qilib pasport olinglar. Qaysi ahmoq odam, qaysi bir fikri bilmagan inson shu narsani aniq qo'yadi. Prezidentdan paxta qo'l qo'yyapti. Oldin prezidentdan qo'l qo'yishdan oldin senat ko'rib chiqish kerak, senat ko'rib chiqish kerak, xalqqa tashlash kerak, xalq bilan savol javob qilish kerak, xalq fikrini bilish kerak. Hep tururdu kulağını inson yaklash. İnson bo'lish kerak-da. Bizani masalan nima bu? Avval xatnatimiz bor. Bir narsa qilamiz, qo'yib ishlab qo'ygan o'sha davlatda.
Bunda odamga alam qilgan narsalar, qonun qabul qilish kerak, xalqparvarlik bo'lish kerak. Qonun faqat qog'ozda bu yerda. Sizga ishlaydi, boshqalarga ishlamaydi. Sabab ishlamayapti. Nega deydi? Mana masalan o'zimdan qiyos qilaman. Tepadan vazirlikdan bir qonun kelib tushdi. Hokimiyatga. Hokimiyatda haligini ko'rib chiqib, o'shani boshqacha ishlov beriladi. Har bitta korxonaga ma'lum qilib o'shanga ishlab chiqiladi. Ana помощник yordamchi tarqatadi. Undan keyin ijrochi borib nazorat qilgan o'sha tarqatilgan qonun bajarilyapti, tashkilotlar bajarilmayaptimi? Ana undan keyin uni umumiy natijasini qilib tepaga beriladi. Hozirgi o'tirganlar masalan qonunni nimasini ham tushunayotgani yo'q, qayerni tushunayotgani yo'q o'tirganlar. Chunki rivoyat ham qilmaydi qonunga. Har bir narsa masalan xalqdan kelib chiqish kerak. Mana masalan bu paytda men xafa bo'laman. Jurnalistlar ham kelib chiqadigan dalada ketib chopib yurgan odamlar so'raydi. Haligini o'zining uyiga borsangiz, chiqon xasta tayanib yotibdi. Bola chaqasi och. Lekin haligi shunaqa tayyorlanarki, to'q biza deydi. Men ketmoqchi dehqon bo'lsam ham, fermer bo'lsam ham deydi. Zo'r yashayapmiz deydi, kuniga deydi, go'sht yeyapmiz deydi. Vaholanki go'sht betini ko'rmagan yoshlar. O'shangacha bunaqa narsalar davom etadi. İnsanın qalbini eshitsa, insonning so'zini eshitsa, o'shanaqa odamlar boricha bet hech qachon ishlasa o'zgarmaydi. Chunki yolg'on gapiradi odamlar. Konstitutsiyani nima qomusnoma deydi o'zbekchasi. To'g'rimi? Konstitutsiyada so'z erkinligi bormi? Qanday so'z erkinligi? Ha to'rt ko'ngilda gapirgan, 10 minutga bor qamoqda. Cho'chimda qoradon tiqatdi, mana narkoman qamoqqa yubordi. Yetok tablet qilib qo'yib, alkogol falan qilib tushirib yubordi. Haqiqatni gapirsa bizga o'xshaganlar falan qilib ishtirok qilyapti. Qaysi mantiqqa to'g'ri, hech qaysi mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Qani inson parvarligi. O'shaning uchun bir narsa esdan chiqarish kerak. Masalan, shuni eslab qo'yinglar. O'zbekistonda hozir kuchli yosh olimlar chetga chiqib ketadi. Bola chaqasini olib. Nega degan savol tug'iladi. Bular O'zbekistonda o'sha kerakli oliyni ololmayapti. Kerakli talablarga javob ololmayapti. Shuning uchun bular majbur bo'lib o'zini ilmiy ishini qilaman, o'zimni niyat narsani qilib chetga chiqib ketadi. Bizlarga ko'z oldiga keltirmang. O'zbekistonda mana masalan olimlar chiqib turgandek O'zbekiston kelajagi bor. O'zbekistonning kelajagi yo'q. 100% aytaman. Yo'q O'zbekistonning kelajagi. Sababi mana masalan biz ota-bobolarimiz o'qigan tarix o'qish kerak, kitoblar o'qish kerak. Har bitta respublikaning o'zining tarixi bor. O'qish kerak. Qaysi allomalar, qaysi olimlar qayerdan chiqqan? Qaysi mana rivojlangan olim ko'p chiqqan shu O'rta Osiyo bo'ladi. O'rta Osiyo bo'ladi. O'rta Osiyoda qadrlashmaydi. Qadri yo'q, mehr yo'q. Haligilar o'sha qilgan mehnatga yarasha pul olmaydi. Hatto qo'rquvsizlar anaqa o'tirgan to'rtta ahvol undan ko'p pul oladi. Ana achinarli joyi shunda senda. O'shaning uchun har narsani hisobdan har narsani yaratuvchi Alloh olimga shu Xudo yuqtirdim, shu olimligini qilish kerak, o'qituvchiligini qilish kerak. Sho'pirligini qilish kerak. Hozir mana masalan qassob so'zsa deydi, chimchi so'zsa ham qassob so'zsa deydi. Bizda nima bor? Diplom yo'q, aytasa vazir bo'lsa. U qatdan chiqib uydan tushib vazir bo'ladi. Masalan, bu pog'onasi bor masalan. O'zini masalan yechimlari bor. Masalan biz ham oddiy mana institut bitirganda ekan, bizlar rahbarlik lavozimiga qo'yishni oldin Moskvaga 3 oy o'qishga yuborgan. Tayyorlashadi. 3 oylik rahbarlik lavozimiga tayyorlanish, 3 oy o'qib kelgan, undan keyin sekin rahbarlik lavozimiga qo'yilgan. Hozirchi institut o'qib bitirmagan hal bo'ladi, rahbar qilib qo'yadi. Nima qiladi ular? Hayotda nima ko'rdi hayotda? Tabir tamamas deydi, boshdan o'tgan tabir. Даже men poliklinikani qurishmagan hali ular. O'sha rahbar bo'lganlar. Mana shu yerga kelib o'tirmagan hujjatda. O'shaning uchun. Endi gapirsa gap ko'p. Lekin mana shuncha gapni gapirdingiz, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Hamma ham gapira olmaydi. Baraka toping. Qo'rquv eng yomon narsa. Qo'rqish kerak emas hayotda. Qo'rqish kerak emas-da. Bilaman. Men har yili kelaman, har yili komissiyadan o'tishim uchun постоянно sarson bo'laman. O'tdan bo'tga taxta pulga jo'natadi, onkologiya taxta pul meni viloyatga jo'natadi. Men hech narsaga erishmayman. Taksiga faqat pulim ketadi. Pullarni beraman. Bo'ldi, hech qanaqa yo'q. Mana yotqizish ham yo'q, dori berilmaydi, davlat beradigan dori yo'q. Qachon bormasangiz yo'q deyishadi. Mana qizil bitta narsani aytaman, majbur shuni gapirishadi. Masalan, hamma inson oq soatini umrimizni olsa qaraydi, pensiyaga chiqadi. Kimdir invalid bo'ladi, kimdir bir anaqa bo'ladi. Endi qarang, qizillik. Invalid odam, ikkinchi guruhda nogironligi bor. Yo'q, Afg'oniston o'sha odam. Kelyapti, bansiga yotyapti. Bansi yotdimi? Yotsa
shunga hech qanaqa doktorlardan muomala yo'q. Negaki, kelib tekinga yotyapti. Da. Orderni. Xuddi shunaqa. Vaholanki o'sha orderni pulini davlat to'lab beryapti больницаga. Больницаga o'sha orderni pulini to'lab beryapti. Vaholanki shu bemorga e'tibor yo'q. Negaki, tekin kelib yotibdi. Pulli yotsangiz, pulli yotsangiz. Pulli yotganingizda kerakli dori-darmonga qattiq tintiradigan o'sha mana rus xalqi Rossiya bir necha davlatlar ishlatmagan dorilar, Rebaksin masalan, shunga o'xshagan dorilarni qilishadi, qimmatdorni o'ziga olib keltiradi. Qanaqalar yotgan, pulingizga yotganingizdan nima foyda unda? Nima ko'rka oshaqat ko'pchilik yemaydi больницаnikini. Sababi uni yegandan ko'ra yemagan ma'qul. Uydan har kuni kelib olib keladi bola chaqa. Misol taqib o'zbekchilik, qarindosh urug'ing keladi, qudandan keladi, bola chaqang navarang keladi. Bu toqatini yemaysan. Vaholanki shunga masalan bir anaqa e'tibor yo'q. Lekin yotish uchun ham o'sha bepulga qancha yugurishingiz kerak? U больницаdan больницаga. Men shunday tushunamanki, kim bo'lishidan qat'iy oddiy doktormi, bir tashkilot rahbarimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar muomala bo'lishi kerak. Muomala. Inson qadriga yetib, inson kulib turib, har qanday vaziyatda kulib turib muomala qilish, insonga chiroyli muomala qilsa, o'sha insonning ko'nglini ko'tarib ketadi. Bizda qani o'sha muomala? Yo'q, bu yerda bitta kursdan kurs. Men kechagina bitta gapingizni uzr, kechagina налоговga kirdim. Endi men o'zimning hisob kitobim bo'yicha налоговdan qarzim yo'q. Ozgina qarzsam, qog'oz ketdi, chiqdim. Hali bizlarni anaqa yo'q ekan, otishga ketgan ekan. Qancha ekan qarzi? 78 ming. Bo'l bo'ling, yozib bera qoldim. Olib kassaga borsam 2% olib qoldi. Mana shunaqa olib Men qoladi. aytdim, baraka topdi. Prezidentga kelsa qarshimisizlar dedim. Hammasi turgan. Sizlar dedim, prezidentga qarshimisizlar dedim. Prezident dedim, mana dedim, pensiyalarni pensiyasini tushirayotgan 1% qo'shimcha to'layman qo'shib. Sabab 1%dan ortiq olinmasin chiqadilar degan gaplari bor. Qog'ozda bor faqat. Lekin hayot anaqa qonun ishlamaydi. Kim qaysi dedim, ahmoq dedim, maraz dedim, qonni to'ymagan it dedim, 2% deb qo'ygan. Doda deb bizdagi bizga tepadan bor. Qanday menga buyrug'ing dedim. Men veteraman, sen bu narsani chiqardim. Mana men veteraman, haq huquqim bor. Tekshirishga dedim. Qani kim qonun, qaysi qonun bilan sen buni yurasiz? Bizga tepadan aqlishdi. Shu tepani kimligini bilish kerak-da. Налоговga ham qaraman, yaxshi aytdingiz shuni. Shuni ham rosa videoga olaman. Rahbaringni chaqirsan, rahbarimiz yo'q. Hech qachon bo'lmaydi rahbar bilan. Bizga muomala. Endi xo'p, qanaqasiga? Bizlar aqlimiz yetadi. Shu 1% kimga cho'nchagiga tushyapti, yoki 2% bo'lsa, kimga cho'nchagiga tushadi. Juda aqlimiz yetadi. To'g'ri aytasiz. Juda aqlimiz yetadi. Kim cho'nchagiga pa familiya, pa imya aytib berishga huquqimiz keladi. Lekin Problema xohlamaysiz. problema o'zimiz orttirishimiz kelmaydi. Sababi ular it. Da. Itga itlik qilmaymiz biz. Biz insonmiz, qalbimiz toza, to'g'ri insonmiz. Da. Mana shuni Qilayotgan ishini Alloh ko'rib turibdi. javobi bor yerda o'rta, hammasidan Javob javob bor. Конечно. Javobi bor. Buni masalan Qilmislarni bosib o'ldirganimizga javob beramiz. Ya, albatta. Ko'rmasdan bosasiz bo'lmasa, ko'rib turib bosmaysiz. albatta. Bu insoniyat qancha narsani ko'rib turib qotganlar endi. Bilmayman. Ular xudodan qo'rqmaydi, xudodan qo'rqmaydigan bo'lib qoldi. Masalan, aytolmadim, qonun qabul qilyapti. Qonun xalq uchun ishlamaydi. Amalda yo'q. Amalda yo'q. Tepadagi ishlayapti. Qonun Amalda yo'q. Amalda faqat bizga o'xshagan insonlar uchun, lekin o'zlariga, davlatga amalga yo'q. Rahmat kattakon. Juda ham suv vaqtingiz yo'qdi menga. Rahmat kattakon.